Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana bugun Arnasoyga keldik, baliq oviga. Shayton orolga. Bu yerda o'zini ulug' shamani bor ekan mana. Qarmoqlarga dam solar ekan. Mana ketdi xudo xolasa. Qarmoqlarga dam soldirib olyapmiz. Yaxshilab katushkalarga, xo'raklarga yaxshilab shaman, yaxshilab dam soling. Ketishda natijasini ko'rasizlar. Mana o'zini giyohlari bor ekan. Ulug' shamanimizda. Mana. Qolganlari-chi? Shamanda aytishicha dami kuchli ekan. Shu 4 ta qarmoq yetadi deyapti. Narigilari shart emas deyapti. Bizni kuzatishda davom etinglar, natijalarda oxirida bo'lishamiz. Shamanda o'zida paklovka bo'lib qoldi. Qani? Yordamga o'tga ham keldi. Qani? Sadog'da baliqlar bor shamanda. Mana shunaqa joyda ov bo'lyapti. Mana atrofni polni ko'rsatamiz. Bila. Mana. Shamanda o'zida bilan shamayka o'yotibdi. Mendan nima bo'ladi, xudo biladi. O'rgildim senaqa shamandan. Patsakmi? 10 yil ishlayapti. Bunaqa Akbar patsakda. Akbar. Bu ham boyagiga katta bo'lish kerak. Mana. Tez. Mana keldi, pastdan keldi. Qoch, suvga solma patsakni bekor chirtasan. Bu ham boyagida aytdim-ku katta-da. Ko'rasizlar-ku. Mana da boyagisi. Qo'ying, video cho'zilib ketdi, mana qo'ying. Nimaga uribdi? Tezlashing. Bu 3 kilo 400 mana oyoq ko'rasizlar. Bu yiriroq. Bu 3,5 kilo mana. Dahshat bo'lyapti. Ada bo'ldim